Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Men bugun maktabim boshlandi. Bolalar uchun eng yaxshi ish bo'lgan bir pochta yalamoqchi. Inshaalloh oxirgacha ko'rishingni umid qilaman. Bu hech qanday topolmasa desam bo'ldi. Haqiqatan bek lazzatli, bek yeyishlik. Oldi bilan men quruq kelgan desimga yarim su istikini, yarim su barda iliq su, ya'ni issiq su. Yarim su istikini iliq sutni quyib, onun ustiga bir tatlı qo'shqi qurmaya, bir tatlı qo'shqi quruq shika, toz shika. Bunun ustiga yaş mayshlasalam bo'ldi. Mushularni bir aralashtirma. Endi bununla yeni yarım su istikini yağ, sumay, sıvı yağ. Ondan keyin 2 tane tuxumning eqi, sariqini yüzüge ayırıp aldım. 2 tane tuxumning eqi bir aralashtirma. Bunlarni bir qo'shib aralashtirib olamiz. Endi bu şartı bo'ldi. Bununla men bir çay qo'shib etrafı mana tuzumni qo'ydim. Ondan keyin 3 su bardağı, 3 su istakan un. Bularni qo'yib xamir yo'g'rayman. Mana bu qo'lga yapışmagan bir xamir bo'ldi. Bunun üstünü yögep ödülüşünü saklayımız. Mana bu şalatlı xamirim bo'ldi. Qo'lga saklashmadak emdim men. Bunun üstünü yepip özüdün bir kat öğlügüçe koyup koyayım. Endi biz xamirimizni şekil berishga başlayımız. Men az qilganlikni mushunchalik öğledi. Endi buni men yangaqchilik mana mushunchalik holatda o'zime holatda üzüp yumaloq holatda shekil mushalatlam. Tizime yumaloqlam mushalat qilaman. Pek çoğun qilmadim. Sizlar isterseniz sal çoğunroq qilsanglar bo'ladi. Xamirlarning üst shaklini chiqarib chiqish uchun shunday qilib o'tib, ondan keyin qilsanglarmi bo'ladi. Bu holatda tizib olaman. Mana ko'rganingizdek men 30 tal pochta tayyor qildim. Endi men bayam 2 tal tuxumning sariqini ayirib olgandim. Eqini xamir için ishlatgan tuxumning sariqini surgayman yuziga. Hazır havası soğuqan ki yüzlerse şamaldab qoldi. İnşallah hiçbir şey olmaz. Men hammasiga tuxumning sariqini qilib oldim. Endi men bir qataga mushalat qilaman. Endi bir qataga kunjut endi susam qilaman. Bir qataga shunda qoldi, bir qataga qilam qilaman. Chunki bularning ichi qildig'ini o'xshamaydi. Ayriyaman qolmaydi deb. So'ng birisiga ichiga boshqani, yana birisiga boshqa narsa qilmay, ich qismiga buning uchun. O'ttirdagi 2 qatag'lam qilib etdim mana. Qolganlari mushalatisi bilan bo'ladi. Buni oldin isitib olgan 170 gradus fırında 35 minut pişirib olaman. Mana ko'rganingizdek poğaçalarımız fırından çıktı. Mana biraz soğusun. Soğugandan keyin ichiga mana surkaymiz. Endi men bu so'g'an poğaçalarımning iç qismini, o'tir qismini bu pichoqda kiysiman. Yani üzüp ketmegidek holatda azroq kiysiman, bo'shliq qolguncha. Mana mushunchaliklar bo'lsa bo'ladi, üzüp ketmegidek holatda. Ondan keyin buning men iç qismiga kunjut surgunimga mana beyaz peynir ishiltiman. Kunjut surmagan buningga, kunjut surmagunimga labni peynir ishiltiman. Bu holatda
Mana ben bunun iç kısmı hazır. Bu labne peynirini elip aldım. Mana bu halatda. Mana iç kısmına sürgüp ettim köydonlar. Bunu etrafına az miktarda sürgüme. Bu halatda sürgüp mana köydonlar. Maydanozum var. Maydanozga şekil birime yegizip köydonlarmı. Bu halatda mening balalarım sayyeydi, şuning uchun maydanoz qildim. Bu halatda shunchalik chiroyli chiqdi. Hem balalarım bek yaxshi ko'rib yeydi. Boyam deyishni unutib qopdim aras. Xamirni mushal şekil berib, tepsiga tilgan vaqtinglarda fırınga solishni ilgari og'zini yo'gab, yarım saat qo'yib qo'ysanglar, ya 10 minut, 15 minut qo'yib qo'ysanglar, poychanglar texmi yumshoq chiqadi. Hozir men bu kunjutlikning ichiga beyaz peynir olaman. Bunu mushalatda açtım buna. Bunun içine ben beyaz peynirimni aldım. Mushalatda. Ha kızım. Tamam tatlı kızım, siz yemsiz. Ballarım körep yegisi kep kitip baradi. Bunun etrafına az miktarda beyaz peynirden sürküp, anadan keyin maydanozga nima qilamiz? Agar maydanoz yaxshi ko'rmaganlar uchun bo'lsa, maydanoz qilmasanlarmi bo'ladi. Bu holatdalar. Men yana hammasini shu shaklda kunjutlikni beyaz peynirda, kunjut yo'qini labne peynir surkash orqali shakl berib olaman. Agar maydanoz yaxshi ko'rmaganlar uchun qilmasanlar bo'ldi. Ichiga qaysini men yaxshi ko'rsa bolaringlar shuni qilsanglar bo'ldi. Bizning oila bo'yicha hammasi nima deymiz, peynir yaxshi ko'ramiz hammamiz. Uning uchun men peynir ishlatdim. Agar sizlar istersanglar shokolad, istersanglar boshqa nima ishlatsanlar bo'ladi. O'sha holatda hem yeyishlik, hem balalarga o'zgacha boshqachalar bo'ladi bu. Baqsanlar bo'ladi inshaalloh. Mening balalarim maydanoz saylarni yeydi. Shuning uchun men saylar qildim buni. Mana ko'rdinglar, bu shaklda shunchalik chiroyli, shaklimi chiroyli, o'zimi chiroyli, shunchalik chiroyli chiqdi. Cho'qim sinab biqinglar inshaalloh. Balalaringlarga maktab boshida yangicha bir o'zgacha bir poy chiqib turinglar. Balalar cho'qim xush bo'lib qoladi inshaalloh. Dadalar, balalarning oldida bu 7 og'iz so'zni qat'iy qilmang. Birinchi, sen shuncha cho'ng turibmi, nemish ish uqmaysan? Ikkinchi, ko'p so'rmay